Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar, hurmatli kuzatuvchilar. Barchangizni Yangi yil bilan jamoamiz nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'ylaymizki, barchangiz, barcha buxgalterlar, buxgalteriya sohasini o'rganayotgan bizning kuzatuvchilarimiz Yangi yilni yaxshi kayfiyat bilan kutib olgan holda 2026-yilning boshida 2025-yil hisobotlarini va 2026-yilga mo'ljallangan hisobotlarni jo'natishga shay holda turibdi deb umid qilamiz. Barchangizning ishlaringizga omad tilaymiz va sizlarga navbatdagi video materiallarni taqdim etishga harakat qilib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bugun sizlar bilan har yilni boshida 20-yanvargacha taqdim qilinadigan mol-mulk, yer va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq hisobotlari va ma'lumotnomalari haqida gaplashamiz. Ularni qanday tartibda jo'natish? Bilasiz, bu yildan boshlab bir nechta hisobotlar avtomatlashtirilgan, ya'ni avtomatik tarzda soliq organlari tomonidan shakllantiriladi va siz tomoningizdan ushbu hisobotlarni tekshirib, to'g'ri bo'lsa tasdiqlab, agar o'zgarish bo'lsa, o'zgartirish kiritish talab qilinadi. Keling, endi 2026-yilda qanday hisobotlar topshirishni bir boshdan ko'rib chiqsak, bugun sizlar bilan faqat demak, yuridik shaxslarning mol-mulklari, yer va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq hisobotlari va ma'lumotnomalarni topshirish jarayonini ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Demak, e'tibor qiling, avvalambor siz mol-mulk yoki yer hisobotini topshirishingiz uchun sizning korxonangizda mol-mulk yoki yer bo'lishi lozim. O'shanday holatlardagina bu hisobotni topshirasiz. Demak, hisobotni topshirish jarayoniga o'tsak. Demak, soliq to'lovchining my.soliq.uz saytidan elektron raqamli imzo orqali soliq to'lovchining kabinetiga o'tamiz va barcha hisobotlar kabi yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish joyiga bosganimizda e'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yerda mana tekshirish jarayonida xatolik mavjud. Mana shu ustunning eng oxiriga avtomat degan ustun qo'shilgan. Bu ustunda soliq organlari tomonidan avtomatik tarzda shakllantirilgan hisobotlar joylashtirib boriladi. E'tibor qiling, hisobotlar jo'natish sanasidan 5 kun oldin joylashtiriladi. 5 kun ichida siz bu hisobotlarni tahrirlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ko'pchilik kuzatuvchilarimizdan savollar kelib tushmoqda. Men bu tahrirlash tugmasiga bossak, keyin bu avtomatdan chiqib ketmaydimi degan savollar kelib tushmoqda. Demak, bularni bevosita jarayonda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Demak, ushbu korxonaga tegishli mol-mulk va yer mavjudligi sababli soliq organlari tomonidan e'tibor qilsangiz 15-yanvarda qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar uchun to'lanadigan yer solig'i hisob-kitobi, oylik va yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo'yicha bo'nak to'lovlarni hisoblash bo'yicha ma'lumotnomalar avtomatik tarzda shakllantirib qo'yilgan. Nimaga 15-da shakllantirilgan? Chunki bizda buni tahrirlash uchun 20-sanagacha vaqtimiz bor. Avtomatik hisobot taqdim qilinish muddatidan 5 kun oldin shakllantirilishi joriy qilingan. Keling, endi birinchidan ko'radigan bo'lsak, avvalambor yuridik shaxslarning mol-mulk solig'iga o'tadigan bo'lsak, bu tahrirlash tugmasini bosganingiz bilan bu avtomatik jarayondan chiqib ketmaydi. Tahrirlash tugmasini bosib, bizga mana shunaqa xabarnoma chiqadi. Demak, agar qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilari taqdim etadigan yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo'yicha bo'nak to'lovlari hisoblash bo'yicha ma'lumotnomani tanladingiz. E'tibor qilsak, ma'lumotnomada 2 xil turi bor. Agar biz avtomatik emas, ruchnoy to'ldiradigan bo'lsak, qo'lda to'ldiradigan bo'lsak, mol-mulk soliq hisobotlari bu yerda oylik shablon asosida va demak, choraklik shakllari mavjud.
Agar siz aylanmadan soliq to'lovchi bo'lsangiz choraklik, agar siz qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi bo'lsangiz oylik shablon sizga avtomatik shakllantirilishi kerak bo'ladi. Demak, avtomatik shakllantirilgan hisobotimizga o'tsak, bu xabarnomani o'zgartirishimiz mumkin, yopib qo'yamiz. E'tibor qiling, biz 2026-yil uchun ma'lumotnoma jo'natyapmiz. Bu hisobot emas, ma'lumotnoma. Mana hamma ma'lumotlar keltirilgan. Yana bu hisobotni bir tomoniga e'tibor qiling. Bu hisobot korxonani yuridik manzili joylashgan hududda emas, aynan korxonaning mulki joylashgan hududga taqdim etiladi va soliqlari ham o'sha joyga to'lanadi. Mana soliqlarni bu hisobotni ko'radigan bo'lsak, hech qanaqa tahrirlaydigan joyi mavjud emas. Buni ikkinchi lovhasiga bosib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Mana shu korxona misolida tekshiradigan bo'lsak, korxonaga tegishli 263 metr kvadrat demak mulki mavjud va bu mulkni Toshkent shahrida bilasiz 1 kvadrat uchun mol-mulk solig'i bazasini aniqlashda eng kam miqdor 3.530.000 so'm deb belgilangan. 2026-yildan 263 ni 3.530 ga ko'paytiramiz. 928.390.000 so'm chiqdi va buni yuridik shaxslarning mol-mulkidan olinadigan soliq 1,5% ni tashkil qiladi. 1,5% ni hisoblasak 13.925.850 so'm chiqdi. Va bu bizning hisobotimizda mana umumiy summasida ko'rgan, qo'yilgan, avtomatik hisoblangan va 12 ga bo'lib mana shu joyga yozib qo'yilgan. Ya'ni har oyda biza bu mana shu ma'lumotnoma asosida to'lab borishimiz lozim bo'ladi. Xohlasak bitta qilib to'lasak ham bo'ladi. Boshqa hududlarda joylashgan yuridik shaxslar bo'lishi mumkin. Ular soliq organlari tomonidan kiritilgan minimal miqdor to'g'rimi, noto'g'rimi tekshirish uchun bemalol soliq kodeksini yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i degan joyidan tekshirib olishligi mumkin bo'ladi. Mana hozir ma'lumot uchun sizlarga ko'rsatib ketamiz. Demak, yuridik shaxslarning mol-mulki, soliq to'lovchilar, soliq bazasi mana shu joyda belgilangan 3.530.000 so'm. Toshkent shahrida, Nukus shahri va viloyat markazlarida 2.350.000 so'm, boshqa hududlarda 1.390.000 so'mni tashkil qiladi. Bu haqida o'zgarishlar soliq kodeksiga kiritilgan. Demak, hisobotimizni tekshirdik. Agar hisobotimiz hamma ma'lumotlar joyida bo'lsa, agar qanaqadir o'zgarish kiritadigan bo'lsa, o'zgartirish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Agar biz buni tahrirlamoqchi bo'lsak, o'zgartirish tugmasini bosadigan bo'lsak, keyin bu hisobotimizni tahrirlashimiz mumkin bo'ladi. Tahrirlash bevosita agar bu bizda soliq solinmaydigan obyektlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bizda imtiyozlar bo'ladigan bo'lsa, unda imtiyozlar May 3 soliq sayti orqali kiritib boriladi. Orqaga qilsak, okey. Baribir mana e'tibor qiling, bizada avtomat jarayondan chiqib ketmadi. Buni hech narsa qilmasak ham 20-kuni bu o'z-o'zidan qabul qilingan degan holatga o'tib qolaveradi. Shunisiga e'tibor berishingizni so'raymiz. Keyingi hisobotimiz esa qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar uchun to'lanadigan yer solig'i hisob-kitobi. Bu ham avtomatik tarzda shakllangan. Buni ham bevosita tekshirib ko'rsak bo'ladi. Bu ma'lumotnoma ham bizada 20-dan kechiktirmay topshirilishi lozim bo'ladi. Yer solig'ini bilasizlar, har bir hududda o'sha hududdan kelib chiqqan holda belgilanadi 1 gektar uchun va 1 gektardan aynan sizning korxonangizga tegishli bo'lgan yer maydoniga soliq hisoblanishi lozim bo'ladi.
Mana bu joydan biz ilovasini yuklab olsak, bizada bu a, soliq summasi qanday hisoblanganini ko'rishimiz mumkin. E'tibor qiling, 0,88 kvadrat. Demak, 1 gektariga ko'paytirilgan. 1 gektar uchun stavka mana shu hudud joylashgan joyda 111,371,000 so'mni tashkil qilgan. Buni tekshirish uchun sizda necha kvadrat bo'ladigan bo'lsa, o'shani 10 mingga bo'lib, o'sha 1 gektar uchun stavkaga ko'paytirsangiz, hisoblangan yer solig'i summasi kelib chiqadi. Mana yer solig'i summasi tekshirib ko'rdik, demak to'g'ri ekan va bu mana shu hisobotimizda ham indamasak, o'z-o'zidan bizda 20-dan keyin bu hisobot qabul qilingan holatga o'tib qoladi. Agar bizda o'zgartirish lozim bo'lsa, o'zgartirish tugmasini bosib, o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Endi oxirgi anaqa qoldi. Ma'lumotnomamiz bu suv resurslaridan foydalanish bo'yicha foydalanganlik uchun soliq hisoboti. Bu hisobotni 20-gacha taqdim qilishimiz lozim bo'ladi. Endi bu ma'lumotnomani biz demak 26-yil uchun taqdim qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki 25-yil uchun 25-yilda boshida biz taqdim qilib bo'lganmiz buni. Har yilda boshida 3 ta narsa jo'natishimiz kerak bo'ladi. Bu demak yillik mol-mulk bo'yicha avans to'lash bo'yicha ma'lumotnoma, yer solig'ini hisoboti va suv solig'i bo'yicha ma'lumotnoma. Biz hozir bu ikkalasini ko'rdik, endi suvni ko'rishimiz kerak. Suvda demak yer shakllari, elektron shakllar va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni tanlaymiz va ko'ryapsiz, bu yerda ham ikkita bor. Agar siz aylanmadan soliq to'lovchi bo'lsangiz, choraklik, qo'shilgan qiymat soliq to'lovchi bo'lsangiz, oylik hisobot shaklini tanlaymiz. Va kerakli ustunlarni to'ldiramiz. Biz 26-yil uchun jo'natmoqchimiz. Mana shu joyda e'tibor qiling, agar sizda masalan hafta moyka bo'lmaydigan bo'lsa yoki siz suvni xomashyo sifatida ishlab chiqarmasangiz, ya'ni suv ishlab chiqarish korxonasi bo'lmasangiz yoki avtomoyka bo'lmasa yoki elektr stansiyasi va kommunal xizmatlar ko'rsatish bo'yicha bo'lmaydigan bo'lsa, siz iqtisodiyotni boshqa tarmog'iga kirasiz. Mana shu boshqa tarmoqqa kirganda 2026-yil taxminan qancha suv ishlatishingiz mumkin bo'lgan sizga kerakli hajmda qo'yasiz. Bu hajmda oldingi yildagi fakt ishlatgan suvingizdan kelib chiqib aniqlasangiz ham bo'ladi. Buni demak mana hajm qo'ygan paytimiz yer usti bilan yer ostini almashtirib o'zi avtomat to'ldiradigan qilib qo'yadi. Mana shu joy ham o'tgan yili qo'lda qo'yilardi. Ya'ni suv soz tashkilotlari tomonidan bizda suvlarimizni iste'mol qilayotgan suvlarimizni qanchasi yer usti, qanchasi yer osti manbalaridan olinayotganligi haqida ma'lumotnoma asosida ikkiga bo'lib yozardi. Bu yerda unaqa emas, bu yerda avtomatik kiritilgan. E'tibor qiling, mana bizada уже bu yerdagi stavkalar barcha tarmoqlar uchun 4550. Bu 1 kub metr